Aha, endi Donald Trump mavzusi. Har infoterapiyada bu odamni bir eslab ketmasak bo'lmaydi, chunki har hafta nimadir bor-ku. Yaxshi ko'ramiz, bu odam mashhur odam. To'g'risi endi. Sayyoramizning eng mashhurlardan bittasi. Shunday. Xo'p, Donald Trump Grenlandiya masalasiga yana bir to'xtaldi. Avval ham to'xtalgan edi, keyin orada bir ma'lum bir tinchib qolgan edi. Yana to'xtaldi va Grenlandiyani biz olishimiz kerak dedi. Yonidagi bitta amaldorga siz shu bo'yicha mas'ul shaxssiz deb vazifa tayinlab qo'ydi-da. O'ylantiradi Grenlandiya bu Daniya tarkibidagi davlat, Daniya bo'ysunuvdagi hudud bo'lsa, sayyoramizga eng katta orol agar adashmayotgan bo'lsam Grenlandiya va endi tabiiy ravishda iqlim o'zgarishlari natijasida Grenlandiyadagi muzliklar ham eriyapti, mana chivinlar aniqlanishni boshladi va u yerda neft konlari borligi haqidagi ma'lumotlar bor edi. Nodir metallar mavzusi bo'yicha. Lekin Trampni aytayotgan nutqlarida bu masalalar aytilmayapti-da. Uni atrofida Rus va Xitoy kemalari suzib yuribdi. Xavfsizlik uchun olishimiz kerak deyapti. Ikkita savol beraman. Birinchisi, faqat xavfsizlikmi masala? Ikkinchi savol, bu shunchalik osonmi? Masalan, Grenlandiyani AQSh tarkibiga olish. NATO tarkibiga kiradi-yu Daniya ham. Yo, bu juda ham qiyin. Ikkinchi savolingizga javob berishni boshlay. Bu juda ham qiyin va juda ham murakkab jarayon va bunga aslida ehtiyoj yo'q. Bu masala adashmasam Carter davridamidi? Jimmy Carter prezidentlik davrida, adashmasam agar adashayotgan bo'lsam ma'zur tutishsin. Xullas bu 30-40 yillik tarixga ega. Bu masala aynan o'sha davrdan beri Grenlandiyani Amerika Qo'shma Shtatlarining 51-shtat qilib qo'shish masalasi bor. Va Trump davrigacha bu ozgina suslashib qolgan edi. Chunki ehtiyoj yo'q edi. NATOda shundoq ham o'zi birinchi o'rinda va Grenlandiyada harbiy bazasi bor Amerikaning. Hech qanaqangi bir ehtiyoj sezmaydi xavfsizlik nuqtai nazaridan. Endi hozir Trump o chang bosayotgan qanaqa loyihalar bor degan bo'lsa kerak-da. Nima borki bir shov-shuv ko'taradigan va mening tashqi siyosatimda bir yangi bir vektor bo'ladigan va biz tarixda qoladigan nima bor? Epoxa sifatida eslanadigan, deganda maslahatchilar o'shani arxivdan ko'tarib chiqishdi, changini qotdi. Mana shu loyiha ham qolib ketdi-edi. Shuni ham olib ko'tarib bir silkitib qo'ysangiz bo'ladi, shov-shuv qilsangiz bo'ladi. Yana shu 3-4 oyga sizga mavzu bo'ladi degan masala bo'ldi shekilli. Chunki aslida olganda Grenlandiyada yashaydiganlar uchun alohida status bor. Amerika Qo'shma Shtatlariga menimcha vizasiz ham kirib chiqishadi, ta'lim olishadi va juda ham yengillashtirilgan viza tizimi bor ularda. Ya'ni ular alohida green card yoki boshqa dunyo davlatlariga o'xshab uzoq muddatlik bir qanaqadir bir og'ir viza olishmaydi. Va shuning o'zi Grenlandiyaliklarning AQSh hamjamiyati bilan integratsiyasiga sababchi bo'lgan. Va bu bor narsa. Ikkinchi jihati ham bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining Grenlandiyada juda ham ko'p kompaniyalar ishlashadi. Juda ham ko'p harbiylari yashaydi. Chunki u yerda harbiy bazasi bor, floti bor. Shunday ekan Grenlandiyani olishning darajasi, dolzarblik darajasi Amerika Qo'shma Shtatlari yo'q. Chunki shundan ham foydalanyapti-da. Faqat xaritasida aks etmagan xolos. Tarkibida deb aytilmaydi. Tarkibida bor va shuning uchun ham buni o'ylaymanki hozir amalga oshirishmaydi. Huquqiy ham muammolar bor. NATOning a'zosi Daniya ham, Amerika Qo'shma Shtatlari hamda agarda hududiy daxl qiladigan bo'lsa, NATOning o'zining moddalari, tamoyillar bir-biriga qarshi chiqadi. Mana bunaqa keyschi, deylik, Grenlandiyadagi qanaqadir bir elitar qatlam bilan kelishgan holda, kelinglar referendum o'tkazasizlar va referendum o'tkazib, o'zingizlar xohlab Daniya tarkibidan chiqib ketasizlar, keyin yana bitta referendum bilan Amerika tarkibiga olinadi. Bu keys ham bor, bu harakatlar ham bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari bir u yerda bir yaxshi aksiyalarni qilib, bir harakat qilib ko'rishgandi, lekin Grenlandiyalar buni ehtiyoj sezmayapti-da. Sezmayapti. Hozir biz Yevropada yopilib qolamiz deyapti ular. Hozir biz AQShga ham, Yevropaga ham bemalol kirdi chiqdi qilib yashash imkoniyatimiz bo'lgan paytda nimaga bittasini yopishimiz kerak degan fikr bor. Buni ijtimoiy so'rovnomalarda Grenlandiyaliklar aytgan va ular ham o'zi aslida olganda o'zi mustaqil bo'lishga harakat boshlagan. Grenlandiyani o'zini davlat sifatida. Hozir bu loyiha doirasida AQShning soyasiga ketishdan o'zlarini tiyishadi. Shuning uchun ham bu loyiha ko'proq o'sha jamoatchilik bilan ishlashda bir nima deydi bir shov-shuvga sabab bo'ladigan mavzulardan bir sifatida ko'tarilyapti deb o'ylayman hozir.